Zavoddagilar ahmoq, senlar aqllisan. Zavoddagilar har bir detalda mashinaning yurishiga, vesiga qarab o'lchab, hisob-kitob qilib, keyin qo'yadi deb kommentariy yozadiganlar. Bu atvetimiz sizlarga bo'ladi. Avvalidan aytib qo'yay, biz mashinani egalaridan mashinasini majburlab servisimizga olib kelmaymiz. Balkim o'zlari mashina qattiqlik qilyapti, shuni yumshatish iloji bormi, videolarda ko'ryapman-ku degan narsa bilan o'zlari kelishadi. Qarshimizda 17 ming yurgan 2025-yil yangi Tracker. 17 mingga ham yaramagan arqa amortizator. Ko'ringlar, bu nima ahvol? Ikkala tomoni ham. Bu egasi hech qancha yurmadi, zavodda qo'yilgan amortizator, boshqa qo'yib bergin deb o'zi olib kelyapti. Biz uydan majburlab olib kelmaymiz hech kimni. Ikkinchisi, qilib bergan hadoylarimizda birortasi hali nolib kelgani yo'q, naborat o'zini sheriklarini bizga tavsiya qilib jo'natishyapti. Negativchilar har bir narsani o'ylab, tushunsa 100% o'shanga. Keyin yozsalaring mayli edi. Biz o'zimiz nima qilyap turganimizni yaxshi tushunamiz, nima qo'yib turganimizni bilamiz. Nima qo'ysa nima bo'ladi, nima qo'ysa yomon holatga olib keladi. Biz ham yomon holatga olib keladigan narsani hech kimga qo'yib bermaymiz. O'zimiz ham mashinada yuramiz. Bu trekkerimizni ham xudo xolasa yumshoq qilib, chulok vtulkalarigacha alishtirib, orqasiga BMW amortizator, oldiga Toyota vtulkalarini qo'yib, yumshoq holatga olib kelib beramiz xudo xolasa. Buni egasi mingandan keyin trekkerchi tanishiga albatta aytadi, u ham bizga keladi xudo xolasa. Biz doim xizmatdamiz, negativchilarga juda ham qattiq e'tibor bermaymiz, har zaman bitta aytib qo'yamiz.